mingta ko'chatimiz bor. 30 xildagi mana shu shaftolimiz, mana shaftolini o'zi 8 turi bor. Erta pishar shaftolimiz 25-maydan boshlanadi. Big Bean degan shaftolimiz juda chiroyli, o'rta shirinlikdagi. Chunki o'rta shirinlikdagi deganim bahorda har qanday meva unday shirin bo'lmaydi, yozdagidek. Undan keyin moyli shaftolilarimizdan bor. Haligi anjir shaftolimiz 12-iyundan boshlab pishadi. Mana shu 8 xil shaftolimiz 25-maydan boshlab yonma-yon, pishma-pish pishib to 10-oktyabrgacha pishadigan shaftolilarimiz bor. Mana anjir shaftolimizdan keyin Fantaziya degan Turkiyaning shaftolisi bor, u ham moyli shaftoli. Keyin Zarg'aldoq degan shaftolimiz pishadi, u tukli shaftoli. Undan keyin amerikanskiy bor. Kechki grek shaftolimiz bor, moyli shaftoli, u ham nihoyatda shirin bo'ladi. Mana shu kechki shaftollarimizni bemalol xolodilniklarda saqlasa bo'ladi. 10-oktyabrlarga borib pishadi. Mana shu yerda hozir 8 xil shaftolimiz bor, bir-biridan yaxshi shaftolilar. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, mana shaftolilar haqida, barcha mevali ko'chatlar, daraxtlar haqida sizga ma'lumot berib boramiz.